Assalomu alaykum hurmatli mijozlarimiz. Bugun 4-fevral 2026-yil. Hop. Bosh laborantimiz kirib kelyaptilar. Bizda yengili. Mana egzol moylarimizni gibridlik uchun 0.20 talab qiladigan mashinalar uchun maxsus ishlab chiqildi. Laboratoriya sinovlaridan zo'r o'tdi bu. Endi biza aytadi-yu, boshqa oldin pichoni o'zing ko'r deydi-yu. Biza o'zimizning mashinalarda sinaymiz. Mana hozir o'sha bosh laborantimiz o'zlari keldilar. O'zlarining moylari. Mirasil, buni klassik qanaqa shunda? O'zi SP klass tayyorladim. Просто nimaga bu ichki fikriga qo'ydik? Hammasi razработкада hozir. Ahamiyat bersanglar, mana gibridlarga ham to'g'ri keladigan bo'ladi. Moylarimizni hozirgi tayyorlagan ham gibridlarga to'g'ri keladi, lekin oxirgi pokoleniya moylarga eski ketyapti. Sababi moyi отработкасы ham LSPI dan himoya qilish kerak. LSPI nima? Bu benzin quyganlarda kichkina оборотda ham shaqilab qolib detonatsiya bo'lib ketadi. O'shani oldini oladigan moy bo'ladi. Hop, biz davom etamiz. Aytadi-yu, tajribalarimizni o'zimizning mashinamizda o'tkazamiz. Hozir quyish jarayonlarini ham tashlaymiz. 20 moyimizni o'zimizning trekerimizga qo'yishni boshlamoqchimiz. Protsess davom etyapti. Trombalar joyida. Kecha moy alishtirgandan keyin mana 145 km yurdim. 6,5 6 litr rasxod. Hozir ko'zinglarni oldida ochdi. Qizdirib haydaman mashinani, probka mahallalarda haydadim. 6 litr.